Shimoliy Koreyani qo'llab-quvvatlashdan voz kechish evaziga G'arb bunga Tayvanga indamaydi, lekin Xitoy Shimoliy Koreyani qo'llab-quvvatlamaydi. Mana shunday vaziyat bo'lishi mumkinmi? Bunday vaziyat bo'lishi mumkin, lekin bilasizmi, Shimoliy Koreyani Xitoyning o'ta kuchli milliy manfaatlariga ega bo'lgan hudud deb masalan men ayta olmayman. Tayvanga nisbatan Shimoliy Koreya Xitoysiz ham o'zini himoya qila oladigan davlatda bugun. Nima uchun? Boya aytib o'tdik-ku, yadro zontigi bor uni ham. Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb, kollektiv G'arb to'g'ridan to'g'ri Shimoliy Koreyani allaqachon yer yuzidan buni hukumatini supurib tashlagan bo'lar edi. Lekin bunga jur'at qila olmayapti. Nima uchun? Bilasizmi? Ko'pincha totalitar davlatlar, bu darajadagi totalitar davlatlar va uning yuqorida siyosiy qarorlar qabul qiladigan hukumati ko'p narsaga qarab o'tirmaydi. Ular uchun hokimiyat eng muqaddas. Ali blef qilib o'tirmaydi. Blef qilib o'tirmaydi, to'ppa-to'g'ri. Ular uchun o'sha hokimiyatni ushlab qolish muqaddas. Demak, bu muqaddas o'zlari uchun hisoblangan hokimiyatni ushlab qolish uchun ular demak yadro qurolidan foydalanishga tortinib ham o'tirmaydi. Mayli Amerika Qo'shma Shtatlarini to'g'ridan to'g'ri nishonga olmasa-da, Amerika Qo'shma Shtatlarining eng yaqin hamkorlari bo'lgan mana yonida Janubiy Koreya bor, sal nariroqda demak Yaponiya bor va ba'zi bir Amerika Qo'shma Shtatlarining orollari bor. Demak, bu yerlarga nisbatan yadro qurolini ishlatishi mumkin. Shimoliy Koreyaning yadro qurolini agar ishlatadigan bo'lsa, bilasizmi, bu haqiqatda bir qiyomat qoyimga o'xshash holat vujudga kelishi mumkin-da. Endi tasavvur qiling, bu masalan uzoq sharqda-ku, bu Sharqiy Osiyoda-ku deyilmaydi. Ya'ni o'sha yerda portlagan yadro albatta qurollari yer kurrasining boshqa hududlariga ham juda jiddiy ta'sir ko'rsatadi va bu butun dunyo davlatlari uchun katta xavf hisoblanadi. Shuning uchun ham Xitoy tomoni Shimoliy Koreyani go'yoki Venesueladagidek, Venesuela va Rossiyadagidek, xuddi siz aytib o'tganingizdek, yoki Suriya va Rossiya munosabatlaridek emas. Xitoy xohlagan paytida Shimoliy Koreyadan voz kecha oladi. Mana marhamat, olinglar. Agar eplolsalar. Agar bundoq mohiyatan olib qaraydigan bo'lsak, Shimoliy Koreya Xitoy uchun iqtisodiy emas, ko'proq siyosiy ahamiyatga ega. Aslida Xitoy uchun Shimoliy Koreya Janubiy Koreya bilan qo'shilib katta bir iqtisodiy qudratga aylanishi Xitoy uchun jiddiy xavotir emas. Qaytanga Xitoy uchun katta bir bozor ochilishi ham mumkin. Bugungi kunda masalan Shimoliy Koreya bilan Xitoyni biz o'ta yaqin og'ayni sifatida ko'ramiz, lekin aslida ichki siyosiy unday emas. Chegaralari bular shu darajada mustahkam qo'riqlanadi. Bir-biri bilan tovar ayirboshlash masalasi. Shimoliy Koreyada eng ko'p ishlaydigan josuslar ham aslida Xitoyniki va shuningdek Xitoyda ham Shimoliy Koreya. Ya'ni bular bir-birini ko'rganda quchoqlashib ko'rishgani bilan Ali orqasida pichoq turadi deydi. Albatta, u orqasida pichoq tayyor turadi bir-biriga. Shunday shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, Xitoy xohlagan paytda Shimoliy Koreyani demak ustida torq, ya'ni bu savdoda osongina voz kechishi mumkin. Hozir ham u juda katta muammo emas, lekin Tayvan masalasi bu Xitoy uchun or, nomus, sha'an masalasi.